Hammaga salom, sizlar bilan Leo. Bugun Mobile Legends qahramonlari ichidagi qahra katta, lekin ko'ngli yumshoq Ajdarho jangchisi unvonini olgan Chu tarixiga biroz nazar tashlaymiz. U qanday qilib Ajdarho unvonini oldi? Jang san'atini qayerdan o'rgangan? Mobile Legends qahramoni Chu aynan qaysi filmga ishora qilgan? Agar qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Chu haqida qisqacha ma'lumot aytib o'tsak. Chu kambag'al mahallada tug'ilgan, iste'dodli jang san'at ustasi. U sirli rohibdan qadimiy sharqona jang san'atlarini o'rgandi. Chu juda chaqqon va nunchaku qurolidan mohirona foydalanardi. Chuning taxallusi Kung Fu bo'y. Xitoycha ismi Chuzhou. Ichki nomi Kung Fu. Tug'ilgan kuni 12-avgust. Arslon burji. Kelib chiqishi Los Pegados. Agelto cho'llari. Eski ma'lumotlarga ko'ra 29 yosh. Irqiy inson, quroli nunchaku, qobiliyatlari jang san'atlaridan biri Kung Fu. Chuning ustozi noma'lum, sirli rohib. Va shunday qilib Chuning tarixiga o'tsak. Chu qashshoqlik hukmron bo'lgan chekka bir mahallada tug'ilgan va juda og'ir sharoitlarda ulg'aygan. Shularga qaramasdan Chu qariyalar hamda bolalariga mehribon va g'amxo'rlik qilardi. O'sha paytda tong otish yeri Land of Down katta tartibsizlik va notinchlik ichida edi. Bu tartibsizliklar oxir-oqibat Chu yashaydigan kichik hududlarga ham yetib bordi. Bir kuni Chu ta'qib qilinayotgan sirli rohibni qutqarib, uni o'z mahallasiga olib keladi va parvarish qiladi. Rohib minnatdorchilik sifatida unga qadimiy Osiyo kung fu san'atini o'rgatadi va dunyoga tartib o'rnatish uchun haqiqiy qahramon kerakligini aytadi. Shu payt Chu tong otish yerida haqiqiy qahramon bo'lishga qasam ichadi va ortga qaramay safarga otlanadi. U jo'nab ketayotganda rohib unga bosh irg'ab soyalar ichida g'oyib bo'ladi. Shunday qilib Chu sharqona jang ustasi va Erudito Rangers a'zosi bo'ldi. Jonson bilan birga Survival Nexus finalida tartibni saqlaydi. Iron Guardians nazoratdan chiqib, maydonga hujum qilganida esa Jonson va Chu tinch aholini xavfsiz joyga evakuatsiya qiladi. So'ngra ular Leviathan Workshop tomon chekinib, Iron Guards bilan jang qiladilar. Shu bilan birga Kung Fu ustasi Chuning hikoyasi yakuniga yetadi. Chu haqida qo'shimcha qiziqarli faktlar ham bor. Bularni aytishdan avval videoga like bosing. Chu obrazi mashhur aktyor va jang san'at ustasi Bruce Leedan ilhomlangan. Chuning asosiy qobiliyati, ya'ni ultimate The Way of Dragon, ya'ni Ajdarho yo'li 1972-yildagi Way of the Dragon filmiga ishora qilgan. Va Chuning quyidagi gaplari Bruce Lee so'zlaridan olingan. Meni yenga oladigan odam hali tug'ilmagan. Idishingni bo'shat, shuni yana to'ldira olasan. Bilish yetarli emas, uni amalda qo'llash kerak. Ushbu aytib o'tgan so'zlarni shu o'ziga shior ham qilib olgan. Chudagi qobiliyatlardan biri Jet Kundo. Bruce Lee yaratgan mashhur jang san'ati va Shin-Po tez qadam degan ma'noni anglatadi. Kung Fuda tezlik g'alabalarni belgilaydi degan gapni Kung Fu Hustle filmidan olingan. Chu xitoy tilida aylana yoki koinot degan ma'noni bildiradi. Uning ultimate qobiliyati tank bo'lmagan qahramonlar orasida kam uchraydigan surpriz effektiga ega. Chu eng ko'p skinlarga ega qahramonlardan biri. U 2 marta kollaboratsion skin olgan birinchi qahramon va bu skinlar King of Fighters skinlaridan Iori Yagami, Sensei skinlaridan esa Shiryu. Avvalgi dizayni to'liq Bruce Lee'ga asoslangan va hozirda biroz o'zgartirish kiritilgan. Chu M-Series chempion skini olgan 4-qahramon hisoblanadi. Yosh haqidagi yoki boshqa ma'lumotlar eskirgan bo'lishi mumkin. Ushbu ma'lumotlar 2023-yilgi Erudito yangilashdan oldingi tadbirga asoslangan. Shu sababli bu bo'limdagi ayrim ma'lumotlar hozirgi versiyaga mos kelmasligi mumkin. Shu bilan birga Chuning tarixi yakunlanadi va sizlar bilan keyingi videolarga ko'rishguncha